Tayyormisizlar armiya? Biz Johani yo'q qildik. Endigi navbat qishloq aholisiga. Biz qishloqlarni ham yo'q qilsak, bu qishloq bizniki bo'ladi. Shunaqa qilamiz, davayt unda ketdik. Manyak, sen meni ortimdan yur. Xotin, ya'ni Johani xotini, sen esa bilganingni qil qarochi. Davay, manyak ketdik. Hozir, men seni yeyman, lekin o'lgansan-da. To'xta, yaramas yetel, men seni yeb qo'yaman hozir. Yo'q, tegma menga, hoy tegma. Bo'ldi, endi bu dunyoda sen yo'qsan. Juda ham zo'r ekan, mazali ekan, ketdim yana yeyman. Oy yetellar, hammang bu yoqqa qara. Endi senlarni biz boshqaramiz. Ya'ni senlar bizga bo'ysunmasang, biz senlarni yeymiz. Tushunyapsanlarmi, davay xotin? Malades, parkovchik bo'lib ketyapsan. Ya'ni Johani xotini men emas. Ya'ni men Joh emas, ya'ni Joha bo'lib turib Joh emasman. Ketdim, qarochi men ham. Menda o'xshamadi. Men parkovchik emasman, ketdim. Davay, men senlarni yeyman. Davay, aytganimni qillaring. Manyaklar keldi. Mana galemni ko'ryapsizlarmi? Qo'shiqimga dahshat o'ynayapti. Xullas armiya. Biz yetellarni yo'q qildik. Qishloqda deyarli yetel qolmadi. Ya'ni to'g'rirog'i biz o'z safimizga qo'shib oldik. Endi biz birgalikda bu qishloqni boshqaramiz. Bu qishloqda men prezident bo'laman. Xotinim esa nima bo'ladi? Prezident xonim bo'ladi. Qarochi, ya'ni meni xotinim emas, Johani xotini. Ya'ni men Joh emas, Joha men emas. Ya'ni men Johani original emas. Mana o'sha yetellar ham bizga qo'shilmoqchi shekilli. Qo'shilasanlarmi? Ha, endi nayloj, boshqa qo'shiladigan joyimiz yo'q-da. Davay qo'shillaring. Hozir bir amallab bu yerdan chiqib olishim kerak, lekin juda ham rasvo joyga kirib ketgandim. Agar bu yoqqa kirmaganimda o'sha yaramas manyaklar menga ham tegingan bo'lardi. Tak, hozir nima qilsam ekan? Menimcha endi ko'chaga chiqib hamma yoqni aylanib ko'rishim kerak. Jetellar va manyak. Tushunmadim, bu jetel qanaqasiga manyaklar yonida turibdi qo'rqmasdan. Menimcha unda nimadir bor. Mayli, hozir aniqlashim kerak. Bu yerda Johani niqobi nimada qiyofadoshi-ku? Nima qilyapti ekan? Manyaklar keldi. Manyaklar keldi deb qo'shiq aytayaptimi? Qayoqqa? Jetellar ham manyakka aylanib qolibdi-ku. Bu endi nima bo'ladi? Galem ham hattoki indamayapti unga. Menimcha galemlarni ham boshqaruvga o'tkazgan. Mana u yaramas jetelni ham nimadir qilmoqchi hozir. To'xta. Men Johani nimadir qilishim kerak. Agar hozir Johani nimadir qilmasam, hammasi damdala bo'ladi. Joha bo'lmasa biz qiynalamiz aniq. Joha, senga nima bo'ldi, hoy? Joha, yaxshimisan? Joha, hoy Joha. Kirolmayapman, qanday kirilardi? Men sindirish kerak. Voy Joha, tur o'rningdan, nima qilyapsan axir? Joha dedim, tur Joha. Yo'q, Joha turadiganga o'xshamayapti. Voy Joha, tur iltimos. Ammo nima qilsam bo'ladi? ChatGPTdan so'ray chiqani. Joha yiqilib qoldi. Nima qilsam bo'ladi? Yo'q, yiqilmagan u. Hushdan ketib qoldi. Rasmga olib tashlang deyapti. Tak, rasmga olamiz va tashlaymiz. U falajlangan. Uni davolash uchun dori bor. Dori manzili mana. Dori manzili bor ekan. Endi mana shu manzilga borib, o'sha dorini olib kelsam, Johani qutqarsam bo'ladi. Obunachilari Johani, sizlar Johani qutqarishimni xohlaysizlarmi? Kommentariyga yozinglar. Men xotinimga yaxshi hech narsa qilmabdi. Hozir borib so'raychi xotinimni. Qandaysiga xotinimni oldiga kirsam bo'ladi, meni ko'rishmasmikan? Qo'y jetel, nima bo'ldi? Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Senga tegishmadimi? Yo'q, menga tegish olmayapti. Nima uchun senga tegishmaydi? Men qochib qoldim. Yaxshi unda, sen shu yerda tur. Ularga yaqinlashma. Tak, xotinimning oldiga bir amallab kirib olsam. Tak. Xotin, yaxshimisan? Yaxshi janob mer, o'zingiz ham yaxshimisiz? Yaxshi, men shkafga kirib olgandim. Men uyning ichidan qulflab olgandim, kira olmayapti. Shunaqa bo'pti, unda men ketdim. Qayoqqa ketyapsiz? Johani davolashim kerak, axir Joha bizni qutqargan-ku. To'g'ri, mayli, boring unda. Mayli, men ketdim, qarochi. Tak, hozir borib o'sha dorini topib kelishim kerak. ChatGPT bergan manzilga borishim kerak. ChatGPT bergan manzil juda ham uzoqqa o'xshayapti. O'rmonga kirib ketish kerak ekan. Tak, manzilni xaritada noto'g'ri ko'rsatganga o'xshaydi. Bitta daraxt ustida 3 marta aylanish kerak ekan atrofidan. Nima, bu meni tentak qilmoqchimi 3 marta? Necha marta aylandim o'zi? Menimcha hali 3 marta bo'lmadi shekilli, 3 marta bo'ldimi ekan? Mayli, 4 marta aylanib qo'yaman agar 3 marta aylanmagan bo'lsam. Xo'p, endi-chi, 4 marta aylandik, bir marta orqaga qaytyapti. Xo'p, mayli, hozir bir marta orqaga qaytaman. Bo'ldi shekilli. Ana endi nima qilay? Endi manzil beryapti. Manzil bo'yicha daraxt ustiga chiqish kerakmi? Tushunmadim. Daraxt ustiga nima bor ekan menga? Mayli, chiqish kerak ekan, chiqamiz. Tak, endi-chi? Endi bu daraxt ustiga deyapti. Endi-chi? Endi bu daraxtga deyapti.
Obbo, bu meni boshimdan ortib yubordi-ku. Nima qilsam bo'ladi endi? Mayli, Johar qutqarish uchun har narsaga tayyorman. Johar qutqarilsa bo'lgani. Tak, hozir plus belgisini toping deyapti. Plus belgisini qayerdan topaman? Mana daraxt usti plusga o'xshar ekan, qaranglar mana plus. Lekin bu yerda hech narsa yo'q. Yerdan yasalgan plus deyapti. Ya'ni loydan deyapti. Loy qanaqa loy yasalgan ekan? Loydan plus. Mana o'sha loydan yasalgan plusni topdim. Bu yerda qanaqadir narsa bor ekan. Xo'sh, endi nima qilishim kerak ekan? Plusdan o'ting deyapti. Plusdan o'tdim va barg bor. Mana topdim. Rahmat senga ChatGPT. Tak, sandiq va sandiqda qanaqadir damlamami nima bu? Buni Johaga olib borib berishim kerak. Rostdan ham Johaga ichirish kerakmi? Nima qilish kerak? Buni kommentariyaga yozinglar. Chiqani ChatGPT aytib bo'yicha ustiga to'kish kerak ekan. Johar ustiga to'kib yuborish kerak ekan va u yaxshi bo'lar ekan. Tak, hozir Johar ustiga to'kib yuboraman ham borib. Lekin agar yomon ta'sirga ega bo'lsa, Johar dabdala bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun ehtiyot bo'lishim kerak anchagina. Tak, asta. Ana yaramas manyaklar nima qilyapti ekan? Ular majlisda o'tkazyaptimi nima bo'ladi? Johar xotini ham rasvo bo'lgan. Bilmayman, Johar o'z holatiga kelsa, xotinini ham qaytaradi o'z holatiga. Tak, Johar, yaxshimisan, tirikmisan? Hoy, Johar. Mana hozir senga. Tak. O'zim ichib olyapman-ku. Qanday to'ksam bo'ladi sen ustingga? Tak, yo'q, to'ka olmayapman sen ustiga, qanday to'kaman? Xullas, ichib olasan. Qanday ichding sen? Bilmadim, xullas. Sen nimadir qilib tur, Johaga kelaman hozir. Tak, nima qilsam ekan hozir? Jetel. Ay boshim. Bu nima narsa bu? Boshim yana og'riyapti. Men qayerdaman? Menga nima bo'ldi? Tushunmadim. Axir qonmi? Demak, boshimga nimadir bo'lgan shekilli. Hozir eshikka chiqay. Qishloqqa nima bo'ldi? Qishloq g'alat bo'lib qolibdi. Mayli, hozir nimaga orqaga yuryapman. Tak. Nima bo'ldi ekan qishloqda? Lekin hech narsa tushunmadim. Bu yerda nima bo'lyapti? Qanaqadir. Meni qiyofadoshim manyak. Nahotki xotinimni ham manyakka aylantirib oldi. Voy yaramas. Endi nima qilaman ekan? Qishloqda nimadir reja o'ylab topish kerak. Mana bu jetellar nimaga manyakka aylanmagan? Demak, bular shunchaki niqobsiz manyak. Bular esa niqobli manyaklar. Obbo, nimadir o'ylab topish kerak. Obunachilar, nima bo'ldi bu yerda? To'liq kommentariy yozinglar, men tushunmayapman. Esimdan chiqib qoldi hammasi. Ya'ni to'g'rirog'i boshim ko'rgandan keyin uxlab qolganman va hech narsani bilmaganman. Ular nimadir rejalashtiryapti. Men nima qilishga ham hayronman. Xo'p, hozir nimadir o'ylab topishim kerak. Janob mer qayerda ekan? Uydamikan janob mer? Bilmadim, janob mer ham yo'qolib qolgan. Obbo, ular shu yerda turibdi hammasi. Hozir nimadir reja o'ylab topishim kerak. Xotinim ham manyak bo'lib qolgan. Manyak jetelni oldida turibdi. Xotinimni nima qilibdir? O'z holatiga qaytarishim kerak, lekin qanaqasiga o'z holatiga qaytarishga tushunmayapman. Hozir janob mer yoniga borayinchi. Hoy janob mer, shu yerdamisiz? Men shkafni ichidaman. Johar, sen o'zingmisan? Ha, o'zimman. Rostdan o'zingmi? Ha, o'zimman. Ha, ishonmayapman-da. Telefon qilingchi menga. Mana hozir. Telefon bordimi? Ha, keldi. Ko'tarchi. Alo. Ha, bo'ldi, sen ekansan. Men chiqolmayapman, qisilib qoldim bu yerda. Nima bo'ldi, o'zi menga tushuntiring. Senani o yaramas manyak boshiga urib yiqitdi. Keyin esa u o'zi qishloqda egallab oldi. Hamma jetellarni qo'rqitib, hammasidan o'ch olib yuribdi. Butun qishloqda egallab olgan. Manyaklar ham hattoki unga bo'ysunyapti, ya'ni jetel manyaklar. Tushunarli. Endi nima qilish kerak? Nima qilsam bo'ladi, janob mer, yordam bering axir. Men bir narsani ham bilmayman. Faqat hammasini bilamanki, shu narsani sen o'zing ham narsani hal qila olasan. Ya'ni sen o'zing jetellarni ham qutqarasan, xotiningni ham qutqarasan. Tushunarli. Unda men ketdimmi? Mayli, короче, tezroq ket. Nima deganingiz bu? Men chiqib olay. Hozir chiqsangiz-chi? Kiyimim yo'q ustimda. Tushunarli. Bo'pti, janob mer. Unda men ketdim. Nima qilsam ekan? Voy yaramas. Qiyofadoshim qani? Tushunmadim. Qayoqqa? Demak, mana bu tomonga o'tib ketibdi. Yana bir ikkita jetellar qolgan. O'shalarni ham manyakka aylantirmoqchi u yaramas. Hozir menda bitta reja bor. Ya'ni o'sha manyaklarni yo'q qilish rejasini tuzishim kerak. Tak, Face ID o'zimda ekan, yaxshi. Juda ham yaxshi. Xo'p, tak, notebookimda bir ikkita ma'lumotlar bor edi. Tak, hozir bu yerda o'zimda bor ma'lumotlarni saqladim, ya'ni manyakka oid ma'lumotlar. Xo'p, qani? Demak, manyakni yo'q qilish uchun uni avvalo portal ichiga joylashtiring. Qanaqa portal haqida gapirilganini so'rashim kerak.
klon apparatini ichiga deyapti. Ha, demak ana u eski binoning ichida klon apparatiga uni joylashtirishim kerak, lekin uni qandaysiga u yoqqa olib borishim mumkin? Yo'q, bilmadim. Demak, u o'z holatiga qaytish uchun uni klon apparatiga borishim kerak. Voy yaramas. Hattoki Galemni ham o'ziga bo'ysundirib olgan, qo'liga gul berib. Obbo, yaramaslar. Mayli, nimadir reja o'ylab topish kerak. Lekin qandaysiga u yerga olib borish mumkin? Javob esa u seni o'ldirmoqchi bo'ladi va sen portalni orqasidan eshik ochib qo'yasan va orqa eshikdan chiqib ketasan. U portalga kirganda esa kimdir eshikni yopishi kerak. Demak, yana bir kishining yordami kerak. Kim yordam beradi? Uni shunchaki o'ldirib yuborsam nima bo'ladi? Uni shunchaki o'ldirsang, barcha manyaklar o'z holatiga qaytmaydi va ular ham halok bo'ladi. Shunda xotinim ham o'lishi mumkin. Darrosdan ham undan ko'ra tinchgina o'sha rejani amalga oshirish kerak. Janob merga aytaman, eshik qamaydi manyak kirgandan so'ng. Tak hozir qiladigan ishim menga tapor va kirka kerak. Sababi esa juda oddiy, ya'ni orqa eshik qilishim kerak o'sha klon apparatini orqasidan. Ya'ni klon apparatini orqasidan qochib ketaman-ku, o'sha joydan eshik qilishim kerak. Hozir qishloqda aylanib borishim kerak o'sha tomonga. Agar bu yerdan o'tadigan bo'lsam, meni sezib qolishlari mumkin. Yaxshisi mana bu yerdagi mashinalardan foydalansam, hattoki ortimdan quvsa ham yeta olmaydi. Tak, qaysi mashina boshqarishga qulay? Menimcha mana shu mashina bo'lsa kerak. Xo'p, hozir tezroq harakat qilishim kerak. Xo'p, endi buramiz asta-asta. Asta juda ham astalik bilan haydashim kerak, chunki mashina haydashni unutib qo'ydim. Hushdan ketib qolganimda juda ham ko'p narsa xotiramdan chiqib ketgan. Hattoki mashina haydash ham esimdan chiqqan. Lekin mashinani unaqangi yomon haydamayman. Eplab hayday olaman. Xo'p, shu tomondagi yo'ldan borsam, menimcha meni hech kim ko'rmaydi va sezmaydi ham hattoki. Agar sezib qolsa ham, men qochishga ulguraman, chunki menda mashina bor. Yaramas manyak. Hamma jitellarni o'ziga o'xshagan manyakka aylantirib olgan. Bu ketishda butun qishloq unga bo'ysunadi. Bu esa juda ham yomon natija degani, ya'ni yomon gap degani. Mayli, hozir mashina shu yerda tura qolsin. O'zim esa o'sha klon apparatini orqasini teshib qo'yaman. Obunachilar, sizlar bilasizlar nima bo'lgan bu yerga. Men o'z holatimga qaytgunimcha nima bo'lgan bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar, nima bo'lganini bilishim kerak axir. Tak, hozir nima bo'lyapti? Xo'p, ana endi bu yerni ocham. Stop, bu kim bo'ldi? Ha, bu Stivni nima edi? Короче, o'shanaqasi, ya'ni kloni. Uni kim yaratgan hayronman. Menimcha janob mer yaratgan, chunki bu klon apparatidan nimadir qilib foydalanishim kerak deb aytgandi menga. Men esa ishonmagandim. Mayli, hozir hammasi tayyor, lekin mana bu o'rgimchak to'ri hamma ishni beliga tepadi. Tezroq buni bu yerdan yo'q qilib yuborsam, keyinchalik xalaqit qilishi mumkin. Bu juda ham sekin sinadigan narsa. Bilmayman qachon sinadi. Tezroq sin, yaramas klon apparatini orqasiga kim qo'yib ketgan bilmayman. Menimcha bu o'sha manyak yaramas qiyofadoshimning ishi bo'lsa kerak. Xotirimga hech narsa qilmagan bo'lsin, nima bo'lsa ham. Agar nimadir bo'lgan bo'lsa, hammasi dabdala. Xo'p, endi borib uni chaqirib kelishdan oldin janob merni topib kelishim kerak. Janob mer menga yordam beradi. Ketdim, janob merni topib kelay.